Diyor nima ish qilsam ham o'xshamayapti. Bu kalla to'poy, bombosh. Nima ish qilsam bo'ladi? Ayt, sen kallalisan-ku. Hozirgi kunda eng zo'r ishlardan biri bu blogerlik bo'lib qolgan ishni. Bloger bo'l, yorvorasan, pulni ham, soqqani ham o'rib tashlashyapti. Yib bilan. O'ylab ko'rmaganimni qara. Qanaqa bloger bo'ling? Masalan, blogerlardan bu food blogerlar bor, ovqat pishiradigan blogerlar, shulardan bo'l. Yaxshi, bezat chiroyli qilib, Shu xayolimga kelmabdi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga salat qilish sirlaridan dars beraman. Buning uchun pichoq hamda sabzavotlar, sabzavotni olamiz, to'g'raymiz. Ehtiyot qiling. Salatga tegma. Barmog'im ber. Barmog'imni kesib oldimi? Yaqindan bilasan, pichoq ushlashni bilmasding. Garing, aytmaysan pichoq ushlashni bilmayman deb. Ya menga qara. Sen yaxshi avtobloger bu. Mashinalarni takoy reklama qilasan, obzor qilasan, shunaqa ishlar qilsang, zo'r bo'ladi. Почти o'tib qolgan Nexus 2miz bor. Yil 2015. Eng qizig'i bu yurar ekan. Kraskaga kelsak, kraska bo'lmagan joyini topsanglar sizlarga bonus bor. Keyin balonlari ham 4 ta balonni lisi. Bemalol qishda chana utsanglar bo'laveradi. Mashinamiz yadro uloqtirish bo'yicha chempion bo'lgan. Tom почти yo'q, yangi qo'yilgan. Mana eshiklarimiz ham juda chiroyli. Yaxshi ham qo'lim uzilib ketmadi. Boshing uzilib ketish kerak edi. Boshing, kallang bilan bunday qarab eshikda yopmaysanmi? Garing. Sen sal bezopasniyroq bloger bo'lishing kerak shekilli. Atirlar, har xil narsalar bor-ku, parfumeriyaga aloqasi bor. Shu narsalar reklama qil, obzor qil shular. Ha, to'g'ri. Aka nech bo'ladi o'zi bu? $100 turadi, ehtiyot qil. Bo'ldi. Ehtiyot qilyapman-ku mana. Voy jigarlar, atirni qattimi kelgan? Voy, stoykisini aytmaysizlarmi buni? Voy, shundoq sepasizlar, qizlar orqanglardan, voy, akam qatdan kelyapti, qanaqa atir sepgan deb yorishadi. Snake degan atirimiz kelgan, hozir Snakdan deb sepib yuraverasiz. Buni stoykisi juda ham mo'shli, narxlari bu. Qattiq urasizmi? Ay, bitta atirga ham shuncha qattiq uradimi? Tak. Blogerlik ham senga bo'lmayapti. Nima blogerlik sen hech o'xshamayapti. Doim bir qo'ling kesib olyapsan yo boshingni urib olyapsan. Senga qaysi sohani topsa ekan endi? Bloger. Ya menga qara, o'zi sen nima ish qilarding oldin? $500 berib tur, ertaga beraman. If you follow